Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Bugungi mavzumiz qachon ayollar yoki qizlar raddomga borish kerak? Shu haqida gaplashamiz. Qizlarmi, ayollarmi, homiladorlarmi raddomga qachon borish kerakligini tushuntirib beraman sizlarga. Men tanimaganlar uchun qisqacha o'zimni tanishtirib o'tsam, men Go'zal Ahrarovna 15 yillik stajga ega ginekolog, ozist mammolog va reproduktologman. Keling mavzuga qaytsak. Qizlarimiz raddomga tug'ruq kompleksiga borishmaydi. Sababi nima? Nima uchun? Chunki tug'ruq kompleksi nomidan bu tug'ruqqa boradigan, homiladorlarimiz boradigan joy hisoblanadi. Qizlarimizda qandaydir muammo bo'lsa, albatta buni ginekolog ko'rigida amalga oshirishlari kerak. Tug'ruq kompleksiga raddomga qachon borish kerak? Homiladorlarimiz homiladorlik davrida ham borishlari mumkin. Qachon? Ya'ni sahraniyga yotish uchun borishadi. Agarda shamollash bo'lsa, homiladorlik davrida homila tushish xavfi bo'lsa yoki homiladagi turli xil infeksiyalar bo'lsa, unda homiladorlik davrida raddomga borib yotishlari mumkin. Asosan tug'ruq uchun borishadi raddomga. Qachon boramiz? Homiladorlar belgilari bor, ya'ni tug'ruq belgilari bor. Ana o'shalar boshlanganda borishlari kerak, ya'ni dardli og'riqlar kelganda, bachadon bo'ynida shilimish qismi vyutileniyalar kelganda, o'sha og'riq xarakterini, shu dardga o'tganligini bilishganda borishlari kerak bo'ladi. Bu shart. Lekin undan oldin qachon borish kerak? Agarda hali tug'ruq boshlanmadi, hali dard boshlanmadi, lekin ayollarimiz suv ketib qoldi. Bunda обязательно borishlari kerak raddomga. Bundan tashqari tug'ruq yo'llaridan qon ketib qolsa, buni srokini ahamiyati yo'q. Ya'ni homiladorlik davrida o'zi aslida qon kelmasligi kerak. Qon ketib qoldimi, bu ham ko'rsatma hisoblanadi tug'ruq kompleksiga borishga. Sababi homila tushish xavfini oldini olish, ya'ni homila tushib qolayotgan bo'lsa, uni saqlab qolishga harakat qilish uchun bizda tezroq sharoit bo'ladi. Bundan tashqari homiladorlik davrida qorindagi og'riqlar xarakteriga qarab turib ham tug'ruq kompleksiga borish kerak. Ya'ni lokalniy og'riqlar. Bu nima degani? Agarda ayol kishida bachadonida lokalniy og'riqlar bo'lsa, bu yo'ldosh ko'chish xavfini belgisi hisoblanadi. Bundan tashqari ayollarimizda arterialniy давление oshib ketsa, qon bosimi 140 dan 90 dan oshib ketsa, bunda albatta tug'ruq kompleksiga borishlari shart. Va bundan tashqari ayollarimizda og'ir toksikoz bo'lganda, ya'ni qayd qilish miqdori kuniga 10 martadan bo'lganda, albatta tug'ruq kompleksiga yotishlari kerak. Agarda ayol kishi birinchi homilasini kesarva yo'li bilan tug'gan bo'lsa, planoviy kesarva uchun qachon borishadi raddomga? 38 haftadan boshlab planoviy kesarvaga tayyorlanadi kesarva bo'lgan ayollarimiz ikkinchi kesarva uchun. Agarda ularda ekstreniy holat bo'lib qolsa, qanday holat bu? Chokda o'rnida og'riq bo'lib qolsa yoki bo'lmasa dard boshlanib qolsa, 38 haftani kutmasdan tug'ruq kompleksiga borishlari shart. Tug'ruqdan keyin ayollarimiz raddomga borishlari shartmi? Shart emas. Chunki tug'ruq kompleksi faqatgina ayol kishini shu tug'ruq davridan boshlab 40 kunchilar ichiga faqat javob berishadi. Undan u yog'idagi patologiyalar tug'ruq kompleksi javob bermaydi. Agarda ayol kishida tug'ruqdan keyingi qandaydir o'zgarishlar, ginekologik o'zgarishlar, ya'ni qon kelishida o'zgarish bo'lsa, hayz siklini buzilishi bo'lsa yoki isitma kuzatilsa, bunda albatta o'sha o'zlarini ginekologlarga ko'rinishlari shart. Bunday foydali ma'lumotlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun sahifamga obuna bo'lib qo'ying. Hali bundan da qiziqarli va foydali ma'lumotlar hali oldinda.